Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tuzimsizlar? Biz YouTube kanalimizda yangi formatni boshladik. Aynan bu format yangi deyishimiz ham sal noto'g'riroq, chunki o'quvchilarimiz bilan doimiy tarzda razbor qilib yuramiz. Mentorство kurslarimizda, bundan tashqari klublarimizda o'quvchilarimiz bilan, shogirdlarimiz bilan razbor o'tkazamiz. Endi aynan mana shu razbor qanaqa tarzda bo'lishini videoga olib, sizlar bilan ulashmoqchimiz. Bugun aynan mana shu razborlarimizni birinchi soniga kelgan mehmonimiz Murod. Assalomu alaykum. Murod, o'zingizni tanishtirsangiz, hozirgi va keyin hozirgi nuqtani aytsangiz. O'zi qarang. Bu bizning siz bilan birinchi razborimiz emas. O'zingizni tanishtirasiz. Oldin qanaqa tochkada bo'lgan, oldin kelganingizdan keyin qanaqa o'zgardi? Keyin hozir razborga kelishingizdan maqsad nimaligini aytasiz. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamasdan. Ismim Murod, yoshim 27 da, targetingda уже 4-yil ketyapti. 4 yil ichida taxminan men 70 ga yaqin loyihalar bilan ishladim va hozirgi paytda $15,000 ga yaqin reklama byudjet boshqaraman va shu paytgacha $300,000 dan ortiq reklama byudjetni o'sha faoliyatim davomida yurgizganman. Birinchi meni mentorствоga yozilishingizdan oldin tochka qanaqa edi, keyin qanaqa o'zgardi? Xo'p, o'tgan yili esimda bo'lsa o'sha fevral oylarida armiyaga kelganimdan keyin u paytda menda daromad taxminan proyektlar soni 4 ta 5 ta edi. Daromad 1800-2000 atrofida edi. Mentorствоda сразу yaxshi natijani ko'rdim, chunki bitta davlat anaqa kiberxavfsizlik korxonasini 25 millionga anaqa tender orqali yopdim. U bilan 2 oy ishladik. Undan tashqari kelgan boshqa yana yaxshi loyihalar bilan ishlab, o'shani o'zida где-то aprelda menimcha 1 oy yoki 2 oy уже mentorствоning oxirog'iga 4000 bilan chiqdim. 4000 bilan chiqqandan keyin уже endi mentorство tugagandan keyin уже hammasini eplima, то есть bilimlar yaxshi edi. No, ozgina endi baribir ham cho'kish bo'ldi. No, o'shanda men o'zimni kuchsiz taraflarimni ham ko'rdim qanaqa ekan. То есть ko'proq sotuv, kelgan taklif, ishlash, настройка va hokazo. No, mentorствоda nima maza qilgan narsa chiqsa bo'lar ekan. То есть qilsa bo'lar ekan, to'g'ri qadamlarni prosta qilish kerak. Patologga yorib bo'lsa bo'ladi. Shunaqa. Okey. Xo'p, hozirgi tochkangizni aytishingizdan oldin razbordan zaprosingiz qanaqa? Xo'p, menda zapros nimaga razborga kelishga rozi bo'ldingiz? Kecha o'zim mana shu narsani o'ylayotgandim, maslahatlashayotgandim o'zim yaqin tanishlar bilan. Odamlar aytayapman, tipo, уже mayda cheklardan, mayda proyektlardan charchadim-da. Men kamroq proyekt olay, no lekin men xohlayotgan misol uchun daromadga chiqay, to есть misol uchun 10 ta 15 ta misol uchun 20 ta loyiha bilan emas, bir 5 ta maksimum 10 ta bilan 8 ta bilan ishlab, o'sha bilan maza qilib, o'sha bilan o'siy va daromad ham shunga yarasha oshsin. To есть kamroq proyekt lekin qimmatroq chek bilan. O'shanga yarasha men ham o'zim ham mutaxassis bo'yicha o'saman, ham уже kelajagim ham, to есть yangi bilimlarni baribir ham olishga уже majbur bo'laman-da. Shu narsa kerak. Mayda loyihalarni chopish, mayda loyiha olmaslik, katta loyihalar bilan, yaxshi pul to'la oladigan loyihalar bilan ishlash. Endi mayda degani, misol uchun aytaylik, necha pullik loyiha hisoblanyapti? Menda hozir mayda loyiha bu $500 $600 gacha bo'lgan. Hozir bir menda misol uchun $200 bor, o'tda bir oyda bir marta misol uchun 2 marta qarayman. $400 bor, $300 bor, $500 ham. Necha puldan yuqorisini siz o'zingiz xohlayotgandagi summali loyiha. $8, $1000 kamida. $8 kamida. Minimum $8 to'la oladigan mijoz sizni o'sha o'zingiz xohlayotgandagi aytaylik, .pm maqsadli auditoriyangiz. Da. Xo'p, bo'ldi, bo'lmasa aniqtani yozamiz. 10 ta edi. Qancha yaqinda aniq ushtasi bilan hozir aniq qildimmi? Yo, to'xtatdimmi? Okey. O'sha arzon bo'lgani uchun olmadim. Bo'pti, qarang, $8. $8 sizda loyihani arzon qimmatligini o'lchovchi chiziq, to'g'rimi? $8 dan qimmat bo'lsa, siz uchun yaxshi loyiha. $8 dan arzon bo'lsa, arzoncha loyiha, mayda loyiha hisoblanyapti. Shunaqa. Xo'p, mana 10 tadan nechtasi $8 dan qimmat beradi? Bera oladimi yoki hozir beryapti? Hozir beryapti. Hech qaysi beradi. Chunki eng qimmat hozir 600. Okey, tushunarli. Mana 10 taga nima taklif bilan sotilingan? Shu targeting, lead generatsiya emas, ko'proq targeting, o'sha targeting xizmati qilib sotilganda. Nima taklif bergansiz? Xo'p, endi ular o'zi chiqishgan. Misol uchun bizda hozir targetolog yaxshi ishlamayapti. Sizga o'zingiz chiqishgan. Qayerdan chiqishgan? Tanishlar hammasi orqali. Bir xillari eski loyihalar ham, eski klientlar qaytib kelgan, bir xillar через marketolog orqali kelgan, nima shunaqa. Sarafanka deb radio deymiz-da. Sizda radio ishlamayapti.
Radio sizda noto'g'ri ishlayapti. radio noto'g'ri. Radio noto'g'ri ishlayapti. Radio sizda o'sha Arzonchi- sarafanka arzonchilar- arzoncha loyihalarni olib kelyapti. Xo'p, endi sotish uchun qaysi instrumentlardan foydalanyapsiz? Prям hozir ishlatayotganingiz. Faqat hozir keyslarimda o'zimniki portfoliyom. То есть portfolio menda hozir bu как Yo'q, aytmoqchi o'tganim, target yoqasizmi, takliflar berasizmi? yangi klient jalb qilish uchun hozir hech narsa qilmayman. Nimaga? Ну, chunki mana shu loyihalarni yangilarini yo'lga qo'yib olib, keyin уже o'ylayotgandim, qanaqa qilib qimmatroq loyihalarni olsam bo'ladi. Chunki yaqinda o'sha videolarga, otziv videoga reklamalar yoqdim. 12 ta 10 ta 12 ta leaddan bitta yoki maksimum ikkitasi ana byudjet to'g'ri keladigan bo'ldi. No, u bilan vaqtida gaplashmadim. Ushbu razbor sizga qiziq yoki foydali bo'layotgan bo'lsa, yoki aynan mana shu razborga siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shulardagi natija qilmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorship dasturimni taklif qilaman. Mentorship haqida to'liq ma'lumot olish uchun mana shu video ostida havola qoldiraman. Ana shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Okay, bo'pti. Qarang, endi mana o'chirib turaman-da. Sotuv yo'llaringiz. Reklamaga budjetingiz bormi? Bor. Target o'zingiz xizmatingizga yoqishingizga. Xo'p, qancha ajrata olasiz oyiga? Endi misol uchun hozir prям ajrata oladigan, avgustga misol uchun 500 bemalol ajrata olaman. 500 ajrata olasiz. Da. Agar yetsa-da. 500. Xo'p. $500 ajratasiz. Oldin o'zingiz xizmatingizga target yoqib ko'rdingiz. Yoqdim. Natijasi qanaqa bo'ldi? Yomon, mashina yomon. Lead generatsiyani qanaqa yo'l bilan qildingiz? Forma? Lead forma. Lead formada nima savollar bor? Biznes yo'nalishingiz, reklamaga qancha byudjet ajratasiz, ismingiz, Instagram nomi, то есть biznes Instagram nomi. Logika bormi yo'qmi? Yo'q. Filtr bormi yo'qmi? Oldin qilgandim, lekin u ham foyda bermagan, shuncha oxirgi paytlarda. Qanaqa filtr qo'yuvdingiz? O'sha byudjet, ya'ni reklama byudjeti bo'yicha filtr qo'yganman, deyman. Ya'ni siz reklamaga qancha byudjet ajratasiz oyiga. O'sha bilan filtr qo'yganman. Undan tashqari Necha puldan oshsa, 3000 dan. 3000 dan tepasi bo'lsa lead qoldira oladi, bo'lmasam yopiladi. Shunaqa. Lekin Natijasi ko'plari- qanaqa bo'ldi? Endi u paytda leadlar 100 ga bormaganda, просто. Chunki u paytda lead narxi $3 dan qimmatlashib ketgandi. Okay. Endi o'sha paytda men Hozir men necha puldan oladiman bilasizmi leadlarni? No, 15-16 dollardan olamiz kerak bo'lsa leadlarni. O'zimizning agentstvaga. Men bitta leadga kerak bo'lsa $20 berishga tayyorman. Lekin agar byudjet to'g'ri keladigan bo'lsa. Budjeti to'g'ri keladigan bo'lsa. Mana ham shunaqa. Hozir endi u paytda o'sha где-то bir 1,5 yilcha oldin shunaqa xulosa bo'lgan, to'g'ri, voy qimmat degan narsa-da. Undan keyin o'sha proyektlar o'zi kelib, misol uchun o'sha o'zimni qondirgani uchun, zona komfort tushgandan keyin o'sha bozorda o'rganmay. Sizda kommersiya приложениеңiz bormi o'zi? Tuzganmisiz? Mana bitta sovuq mijoz, misol uchun begona odamga siz o'zingizni kimligingiz, misol uchun portfoliyongiz, nimalar qilib berishingiz mumkinligi, takliflaringiz, mana shu narsani qachon qilib bera olasiz? Endi agar namuna bo'lsa, yarim kun ham Raqamli marketing.uz. Raqamli marketing.uz. Bo'ldi. Tayyor olasiz andaza loyihalar nimalar qilib berishimizni, savollarimiz tayyor turibdi. Filtrlarimiz turibdi, u yerda misol uchun-da. Xo'p, xizmat summamiz qanchadan boshlanishigacha turibdi-da. Ya'ni siz lead formadan emas, landingdan torting. Bo'ldi. Landing qilish hozir menga qiyin emas. Xo'p, landing tortadigan bo'lsangiz, bitta leadni aytaylik $15 dan oling, $500 ga nechta lead tushadi? 33 tadan, endi bu yerda misol uchun aytaylik, ko'pi sifatli bo'ladi. 25 ta deylik, 25 ta sifatli bo'ladi deylik. 25 ta sifatli lead bilan gaplashsangiz, nechtasiga sota olasiz? Endi to'g'risi u konversiya menda hech qachon oxirigacha olib borilmagan, ya'ni oxirigacha olib borilmagan. 10 ta odam sizga nomerni qoldirsa, nechtasiga sota olasiz? Mana shu paytda o'zingiz o'ylaysiz. Agar hammasi o'sha endi men nima deyishni to'g'ri bilsam, bilaman. Endi salani uvereniz bo'lsa, yarimga sota olaman. 5 tasiga. Bitta, mana 25 dan 5 tasiga deylik. 25 dan 5 tasiga. 5 ta 8 plus chekka sotadigan bo'lsangiz, o'sha bemalol qoplab ketadi. Shunaqa. Xo'p, nima deyishni bilsamga keyin to'xtalamiz. Xo'p, yana sotuvchi nima qilyapsiz? Hozir hech narsa qilmayman deyapsiz. O'shani, endi men reja bor, balki vesel razbor qilay o'sha. Misol uchun, кейslarini razbor qilib, endi bizani jamiyat eshitgandim, то что targetolog mana shunaqa qilib o'ziga yaxshi o'sha ko'proq qimmatroq to'laydigan va byudjet yaxshiroq bo'lgan loyihalarni olaman. Men ham case sifatida aytardim. Misol uchun aytaylik, Strawberry'ni VSL qilib tadbirkorlarga reklama yoqqanman, lekin natijasini sizga ayta olmayman, chunki u yerda tushgan leadlar bilan gaplashmaganmiz. Esdan chiqib qo'ygan. VSL juda katta xato. O'sha narsani o'ylayotdim. O'shani qilib ko'rmoqchi edim. Chunki VSL ishlagan. Okay.
Bo'pti, VSL o'zi. Bu misol uchun aytaylik, siz lead olib kelishingiz mumkin bo'lgan yo'llar. Buni ichida razviyatsiya qilib ketasiz. Bu misol uchun lead formani tortishingiz, leadingni tortishingiz, VSL qilib tortishingiz, okey, siz $500 o'zingiz uslugingizni sotish uchun ishlatishingiz kerak. Xo'p. Personal branding deb qo'yaylik. PB. Akkauntingiz yuritasizmi yo'q? Yo'q. Nimaga? Bilmay anaqa yurg'izib ko'rdim, qarasam bitta o'zim qilib yurganman, kimdir bilan yurg'izishim kerak ekan. To есть o'zingiz yurg'izishingizda nima muammo bor? Birinchidan video olish menda juda ham qiyin. To есть misol uchun studiyaga borib, misol uchun ssenariylar mana shunaqa qilib gapirib ko'rdim. Va shu o'xshamadi. Mana profilimni ko'rsangiz, O'xshadi qanaqa bo'ladi? bemalol уверенный, то есть даже интересный, o'zim ko'rsam o'zimga интересный bo'ladi. Lekin menda shunaqa bo'lmadi. O'zim ko'rsam o'zimga interesting. Men o'zimni videolarimni boshida ko'ra olmasdim. Ovozini ham misol uchun yonimda kimdir ko'rayotgan bo'lsa pasaytirib ko'ra olasiz, iltimos deb anaqa qilardim-da, ko'ra olmasdim. Ikkinchi muammo nima deydi? Ideyada. То есть nimani olib chiqaman, qanaqa qilib shuni sodda, то есть oddiyroq. Kun tartibingiz qanaqa? Deadline'imiz 20-avgust. Nima qilish kerak? 20/08/2026. Nechta taklif berishga kuchingiz yetadi? Nechta переговорlarda, to'g'rimi? Nechta kompaniyaga taklif bilan borishingiz? 8 ta. 8 ta. Qachon reklama yoqishni boshlaysiz? Qachon воронка qilasiz? Xo'p, landing qilish menda где-то bir kun. Cloud. Yo'q, o'sha narsada yig'ib turib anaqa berish sun'iy intellekt mutaxassisiga. Xo'p, bir kun bo'lsa, kreativlarni endi примерно 2 kun olsam, misol uchun montaj bilan 3 kunda o'sha reklama yoqiladi, demak. 3 kunda yoqadigan bo'lsangiz, tak $500 oyiga bo'ladigan bo'lsa, necha puldan to'g'ri kelyapti? 2 haftaga ham 250 deb. $250 ishlatib, o'sha переговор qilishingiz 250 demaylik, 150 deylik, yo'q, 200 deylik. $200 reklamli budjet ishlatishingiz kerak. Undan to'g'ri reklamli budjet prosta yoqib yuborishingiz kerak emas, lead generatsiya qilishingiz kerak, mana shu orqali переговор qilishingiz kerak. Ushbu razbor sizga qiziq yoki foydali bo'layotgan bo'lsa, yoki aynan mana shu razborga siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shulardagi natija qilmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorship dasturimni taklif qilaman. Mentorship haqida to'liq ma'lumot olish uchun mana shu video ostida havola qoldiraman. Ana shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xo'p, hammasini isbotlab berishingiz kerak. Okey, eng asosiy nuqtasi, mana shu ishlarni qilmasangiz, nech pul qo'rqitadi? 500 qo'rqitadi lekin. Yo'q, sizda boya qimmat loyiha chegarangiz nech pul edi? 8. 8. Tushundingizmi? Kelishdingmi? Vale, kelishdik. Harakatga undaydimi yo'qmi? Va shu deydi bu hozir. Ommani oldida bu videoni qo'yamiz. Kesib, storiesga qo'yib, belgilayman. 20-avgust kuni deadline. Mana shu ishlarni qilgan bo'lishingiz kerak. Isboti bilan, nechta kompaniyaga taklif bilan bordingiz, nechta kontent qo'yganingiz, lead generatsiyangiz, nechta lead tushgani, nechtasi bilan переговор qilganingiz. Bundan oldin, bundan tashqari KPni to'liq qilib oling-da, kommersiya предложение. To'g'ri, landingga kirib borib qolaman. Mana shu narsa kerak edi hozir o'zi. O'shaning uchun meni maqsadim shu edi. Okey. Menimcha video o'zi 2-3 kunda chiqadi, xudo olsa. Kommentda yozishadi, 20-chini kutadi yoki 20-kuni ko'radiganlar bo'ladi. Nima bo'ldi deydi, xudo olsa. 20-chi yoki 20-chidan keyin o'sha videoni izohida yozib qo'yamiz, bajarganingiz, bajarmaganingiz bo'yicha. Agar mabodo poterya bo'lib qolsangiz, telegramlaringizni отметка qilaman, nomeringizni qoldiraman, shtraf to'laman, shu borada. Yo'q, bo'ldi, aniq qilamiz. Davollymisiz? Davollaymiz. Qo'ldan keladigan narsa, Shunaqa. qiyin emas. Yo'q. Motivatsiyada hozir turib bo'ldi qilaman kerak emas. Menga intizom muhim. Intizom bu ertalab turishingiz emas. Har kuni bitta bajarish. O'sha qilishingiz kerak bo'lgan ishni bajarishingiz. Soat necha bo'lishidan qat'iy nazar. Kelishdik. Siz bilan to'g'risi 20-chida yana gaplashamiz. Xo'p, aziz do'stlar, bizani razborimizni birinchi soni o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz menda mentorsda yoki klubda bo'lmaydigan bo'lsangiz ham, biz razborga ochiqmiz. Agar siz ham razborga yozilmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring.